Voy, belim. Qadrdonlar, endi ruchnoy beton kuyishni vaqti o'tdi. Kuraklarni shunday qilib o'ramiz-da, mana bunday betonomeshalkalar bor ekan, kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, ishlab chiqaruvchi akalarimizdan Serap aka butun O'zbekiston bo'yicha yetkazib berishaverar ekan. Ya'ni betonni shunday qo'yasiz, uzil-kesil bel og'rig'idan qutulasiz. Betonomeshalkalar 0.25 kuba ikkala tomonga ham to'kadi. Universal ekan, 360 gradusga inalmaydi, faqat ikkala tomonga to'kadi. Xo'sh, bu yerda futilkali varianti bor ekan, yangicha variantda, ya'ni pachimnihli variantda bor ekan. 100% konteynerdan bo'ladi, qadrdonlar. Futilkali varianti 3.550.000 so'm, pachimnihli varianti qadrdonlar narxi 3.650.000 so'm. Kimga kerak bo'lsa, sotuvda bor aloqaga chiqaverasizlar. Undan tashqari universalniy drobilkalar ho'r, quruq, uzil-kesil tanlamaydi, somon, pohol, makkani sotasi bilan bug'doyni maydasini ham nima deydi, maydalab tashaveradi ekan. Dastavkalar butun O'zbekiston bo'yicha mana molbob, undan tashqari qo'ybob, undan tashqari yorma va kepak holatda chiqarib berishadi. Drobilkalarimizni narxiga keladigan bo'lsak, eng arzon, ya'ni kichkina mini mahaviy qo'yib berishar ekan. Narxi 2.200.000 so'm. Agarda katta mahaviy, ya'ni haqiqiy mahaviy qo'yib beradigan bo'lsa, qadrdonlar, narxi 2.800.000 so'mdan. Dastavkalar butun O'zbekiston bo'yicha garantiyalari bor. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Manzil Farg'ona viloyati Qo'qon shahridan bo'lyapti. Bitta like bosib tanish bilishlarga jo'natib qo'yasizlar.